buyurtmaga qaysi mashinani olib kelib bera olasiz? Hop, bugungi kunda ko'p sotilayotgan Gakayon modelimizni Xargoz chegarasiga yetib kelgan oq kuzovli, qora kuzovlilari 650 kilometrligi faqat bor. Kimga shu modelimizni zakaz asosida olib kelishmoqchi bo'lsa, narxlari 19 ming deb belgilandi. SIP narxi bu. Rastamoshkaga $6500 qo'shiladi. Shunda mana sizlarga hisoblab beraman. Toshkentda bugungi kunda 26500 sotilayotgan avtomobilni biz 19 ming AQSh dollariga olib kelib beramiz. Rastamoshkasi uchun $6500 ketadi. Umumiy 25500 ga olib kelishingiz mumkin. Umumiy narxi shunda $1000 foyda qilishingiz mumkin. Kelish muddati Toshkentgacha 20 ish kunidan 30 ish kuniga cho'zilishi mumkin. Avvaldan 19 ming AQSh dollari to'lov qilasizlar, 30 kun kutib tursanglar, xudo xolasa yetkazib beramiz. Kimga shu ma'lumotimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqinglar. Soni chegaralangan mashinalarimiz.